Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich. Hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan kelish kategoriyasi mavzusini ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimizning rejasi quyidagicha. Birinchisi kategoriya haqida ma'lumot, ikkinchisi kelish kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosi va uchinchi rejamiz kelish kategoriyasining vazifalari. Avvalambor hurmatli tinglovchilar, biz oldingi dars mashg'ulotlarimizda ham bu haqda qisqacha gaplashganmiz. Demak, grammatik kategoriya nima degan savol bilan darsimizda boshlamoqchimiz. Demak, grammatik kategoriya nima? Muayyan ma'no umumiyligi ostida birlashgan, o'zaro bu ma'noning parchalanishi, xususiylashuvi asosida zidlanadigan shakllar sistemasi, shakllar to'plami bu grammatik kategoriya hisoblanadi. Demak, hurmatli tinglovchilar, grammatik kategoriya bo'lish uchun albatta bir nechta talablar mavjud. O'sha talablardan bittasi mavjud birliklar birdan ortiq bo'lishi kerak. Ma'lum bir umumiylikka ega bo'lgan, ma'lum bir vazifasi jihatdan umumiylikka ega bo'lgan birliklar eng kamida ikkita bo'lishi kerak. Demak, birdan ortiq birliklar bo'lishi kerak. Ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra birlashib, ayrim xususiyatlariga ko'ra xususiy nuqtai nazardan bir-biridan zidlanadigan birliklar kategoriyani tashkil qiladi. Albatta bu yerda zidlanish kengroq ma'noda tushunilishi kerak. Siz bilasizki, zid ma'noli so'zlar deganda qarama-qarshi ma'noni bildiruvchi so'zlar tushuniladi. Yaxshi, yomon, katta, kichik, baland, past kabi. Lekin bu yerda o'sha o'zaro zidlanadigan shakllar deganda bu farqlanadigan degan so'z ma'nosiga tenglashtirsak noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki masalan ayrim xususiyatlariga ko'ra birlashdi va o'zaro bir-biridan farq qiladi. Albatta farq qilmasa u alohida shakl, alohida qo'shimcha deb qaralmas edi. Demak, albatta o'ziga xos ma'lum bir grammatik ma'no ifodalaydi, ma'lum bir o'ziga xos ma'no vazifa bajarib keladi va shunisi bilan o'ziga yaqin bo'lgan birlikdan farq qiladi. Masalan, kelish kategoriyasi yoki egalik kategoriyasi desak, demak, o'sha kategoriya nuqtai nazaridan kelishliklarning bajaradigan vazifasi umumiy, ya'ni barchasi oldingi so'zni keyingi so'zga tobelantirib bog'lashga xizmat qiladi. Demak, kelish kategoriyalarining umumiy grammatik ma'nosi, e'tibor qilamiz, barcha kelishliklarning birlashtiruvchi ma'nosi oldingi so'zni keyingi so'zga tobelantirib bog'laydi. Masalan, maktabga bormoq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni maktabga deganimiz tobe so'z, bormoq hokim so'z, ya'ni tobe so'zni hokim so'zga tobelantirib bog'lash vazifasini bajarishiga ko'ra ular bir umumiylikni tashkil qiladi. Lekin barcha kelishliklar o'ziga xos ma'noga ega. Masalan, tushum kelishini ifodalaydigan ma'no qaratqichda yo'q yoki qaratqich kelishidagi ma'no jo'nalish kelishigida yo'q. Buning har birining o'ziga xos ma'noga ega ekanligini, barcha kelishliklarni bir-birini o'rnida almashtirib, doim ham almashtirib ishlatolmasligimizdan bilib olsak ham bo'ladi. Masalan, ovqatning ta'mi yoki ovqatni ta'mi. Demak, shu yerda biz qaratqich va tushumni ishlatishimiz farqlanyaptimi yoki maktabda o'qiyman, maktabga o'qiyman. Maktabda bordi, maktabga bordi. Demak, o'z savol, maktabga bordi bo'lish kerakmi? Maktabda bordi bo'lish kerakmi? Albatta maktabga bordi bu yerda o'sha jo'nalish kelishiga, yo'nalish ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi. Demak, ana shu bir-biridan farqlab turgan jihatlari o'ziga xosliklari hisoblanadi. Demak, kelishliklar umumiy nomi ostida birlashsa-da, lekin har bir o'ziga xos ma'lum bir xususiyatga, ma'lum bir ma'no vazifaga ega. Ana shu nuqtai nazardan ular zidlanadi, ya'ni bir-biridan farqlanadi. Demak, umumiy jihatlari bir xil, xususiy jihatlari bir-biridan farq qiladigan, zidlanadigan shakllar tizimi kategoriya hisoblanadi va kategoriya o'zbek tilida bir nechta turga bo'linadi. Quyidagi taqdimotda keltirilgan. Shulardan siz bilan demak biz kelish kategoriyasi haqida gaplashamiz. Hurmatli tinglovchilar, kelish kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosi yuqorida ta'kidladik. Demak, oldingi so'zni keyingi so'zga
tobelantirib bog'lash va aynan shu xususiyatiga ko'ra bu egalik kategoriyasiga qarama qarshi qo'yiladi, ya'ni farq qiladi egalik kategoriyasidan. Egalik kategoriyasida aksincha, ya'ni keyingi so'zni oldingi so'zga bog'lash vazifasini bajarsa, kelishik shakllari oldingi so'zni keyingi so'zga bog'lashga xizmat qiladi. Ya'ni e'tibor qiladigan bo'lsak, kelishik shakllari, kelishik qo'shimchalari tobe so'ziga keladi va uni hokim so'zga tobelantirib bog'lashga xizmat qiladi. Egalik shakllari esa aksincha hokim so'z tarkibida keladi va uni tobe so'z bilan moslashtirishga xizmat qiladi. Demak, hurmatli tinglovchilar, demak, kelishik kategoriyasi egalik kategoriyasi qarshi tursa-da, fe'lning o'zgalovchi kategoriyasi yoki bog'lovchi va ko'makchilarga yaqin turadi. Demak, o'sha tobe qismda kelish nuqtai nazaridan biroz yaqinlashadi. Masalan, ayniqsa bu jihatga ko'ra ko'makchilarga yanada yaqinlashadi. Onamga oldim, onam uchun oldim. Demak, ikkalasi ham tobe so'z tarkibida kelib, ya'ni oldingi so'zni keyingi so'zga bog'lashga xizmat qilishi nuqtai nazaridan umumiylikka ega bo'ladi, lekin albatta bularning bir-biridan farqi bor. Birinchidan, bittasi, ya'ni kelishik shakllari bu morfema shaklda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qo'shimcha shaklda tashkil qilingan bo'lsa, ko'makchilar esa so'z, ya'ni leksema shakldan iborat, ya'ni leksema shaklda bo'ladi. Demak, albatta bularning bir-biridan farqi bor. To'g'ri, aksariyat hollarda, ko'pchilik hollarda biz kelishik shakllarni ko'makchilar bilan sinonim qilib ishlata olamiz nutqimizda. Masalan, onamga oldim, onam uchun oldim yoki maktabga ketdi, maktab tomon ketdi kabi almashtirib ishlata olamiz. Buning asosiy sababi ko'makchilar va kelishiklar bajaradigan vazifaning umumiyligi, ya'ni har ikkalasi tobe so'z tarkibida kelib, uni hokim so'zga bog'lash vazifasini bajarganligi sababli biz ularni bir-biri bilan almashtirib ishlatamiz va albatta bunda mazmuniy umumiylikka ham ega bo'lish kerak, ya'ni kelishik qo'shimchasi va ko'makchilar anglatadigan mazmuni aynan bir xil bo'lishi kerak. Masalan, kechikkanidan gap eshitdi, kechikkani uchun gap eshitdi. Demak, bu yerda dan kelishik qo'shimchasi ham sabab mazmunni ifodalayapti, uchun ko'makchisi ham sabab mazmunni ifodalaydi. Ya'ni ikkalasi bir xil mazmun ifodalaganligi sababli bular o'zaro ma'nodoshlikni yuzaga keltirgan. Lekin shu o'rinda bir narsani ta'kidlashimiz joizki, kelishik va ko'makchilar har doim ham bir-biri bilan ma'nodosh bo'la olmaydi va ma'nodosh bo'lganda ham bularning ma'nolarida ozmi ko'pmi farqni kuzatishimiz mumkin. Masalan, maktabga ketdi, maktab tomon ketdi. Ikkalasi garchi yo'nalish ma'nosini bildirishiga ko'ra ma'nodosh bo'lsa-da, umumiy bo'lsa-da, lekin maktabga ketdi, aniq maktabga ketdi, maktab tomon ketdi. Demak, maktabga qarab yurgandi, lekin aynan qaysi tomonga borgani biroz noma'lum, ya'ni harakatning yo'nalish nuqtasi noma'lum. Maktabga ketdi desa, harakatning yo'nalish nuqtasi aniq. Demak, buni boshqa misollarda ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, uydan chiqdi, uyga ketdi, uy tomon ketdi. Uy tomon ketdi degani bu aynan uyga ketdi degan ma'noni anglatmaydi. Demak, hurmatli tinglovchilar, kelishik kategoriyasi 6 shaklli sistema bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ma'no va vazifaga ega. Birinchi kelishigimiz bu bosh kelishik. Bosh kelishik demak, so'rog'i hammamizga ma'lumki, kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladi va bosh kelishik demak, o'sha tobe bo'lak vazifasida keladigan barcha sintaktik vazifani bajarib kelishi mumkin. Bu o'rinda har xil munozarali holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bosh kelishikdagi ismlar ayrim darsliklarda, qo'llanmalarda kesim vazifasida keladi deyilgan xulosalarni ko'rganmiz. Masalan, O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent yoki bu mening onam kabilarda bosh kelishikdagi so'z gapda kesim vazifasini bajaryapti deb qaraladi, lekin bu kelishiklarning umumiy grammatik ma'nosiga mos bo'lmaganligi sababli, ya'ni kelishiklarning umumiy grammatik ma'nosi oldingi so'zni keyingi so'zga tobelantirib bog'lash edi. Bunda esa demak kesim, ya'ni hokim qism tarkibida kelganligi sababli bunda kelishik kategoriyasi mavjud emas degan xulosalar ham berilgan. Demak, shunaqa munozarali holatlarni ham kuzatishimiz mumkin. Demak,
ya'niki o'sha kesim vazifasida kelgan ismlarni bosh kelishikda deb qarash kelishiklarning umumiy grammatik ma'nosiga zid ekanligi ta'kidlangan. Demak, bosh kelishikdagi ismlar gapda turli xil sintaktik vazifani bajaradi dedik. Masalan, ega vazifasini bajarish mumkin. Masalan, o'rik oppoq derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Demak, o'rik gapda ega va bosh kelishikdagi so'z ega vazifasini bajaryapti. Yoki temir sandiq ochildi, ichidan zar sochildi desak, demak, temir sandiq qanday sandiq? Ya'ni bosh kelishikdagi so'z sifatlovchi, aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin. Bunda biz o'sha bosh kelishikdagi so'z sifatga yaqin vazifani bajarganligini kuzatishimiz mumkin. Professor Nosirov keldi bo'ladigan bo'lsa, demak, izohlovchi, aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin va belgisiz kelgan holatlarni ham ayrim darslik qo'llanmalarda bosh kelishikka olingan va agar shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, demak, oyoq uzatda ham bosh kelishik gapda to'ldiruvchi vazifasini bajargan, undalma vazifasini bajarishi mumkin. Yurtim, senga she'r bitdim bugun. Qaratqich kelishigi shaklini bilamiz, ning qo'shimchasi. Qaratqich kelishigi demak, qaratqich kelishigi shaklidagi so'z qaratqich, undan keyin keladigan hokim so'z qaralmish deb yuritiladi va ikkalasi ko'pincha bir-birini talab keladi. Masalan, maktabning qaratqich, bog'i qaralmish. Qaratqich va qaralmish yonma-yon qo'llanganda turli xil holatlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni har ikkalasi belgili, maktabning bog'i. Qaratqich belgili, qaralmish belgisiz kelishi mumkin, maktab bog'i. Qaratqich belgili, qaralmish belgisiz kelishi mumkin, bizning maktab. Har ikkalasi belgisiz kelishi mumkin, mol go'sht, qo'y go'sht, piyoz, urug' kabi. Qaratqich kelishigini olgan so'z, demak, ba'zida belgisiz qo'llana oladi. Yuqorida ta'kidlangan, ya'ni turdosh otlar bilan ifodalanganda qaratqich kelishigi belgisiz qo'llanish xususiyatiga ega. Qaratqich kelishigidagi so'z gapda faqatgina qaratqich aniqlovchi vazifasini bajaradi. Demak, 3 ta so'roqqa javob bo'ladi dedik. Kimning, nimaning, qayerning? Qaysi so'roqqa javob bo'lishidan qat'iy nazar gapda faqat bitta sintaktik vazifa qaratqich aniqlovchi vazifasini bajaradi. Qaratqich kelishigida tovush hodisasini kuzatishimiz mumkin. Masalan, mening, sening kabi olmoshlarga qo'shilganda tovush hodisasi kuzatiladi. Navbatdagi kelishigimiz tushum kelishigi. Tushum kelishigi shaklini, so'rog'i kimni, nimani, qayerni va sintaktik vazifasi faqatgina bitta vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Kimni, nimani, qayerni. Qayerni so'rog'iga javob bo'lganda ham hol emas, albatta, demak, vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Shaharni aylandik bo'lsa, demak, tushum kelishiga ismlariga qo'shilganda, ayrim olmoshlarga qo'shilganda tovush hodisasini kuzatishimiz mumkin. Meni, seni kabi. Demak, tushum kelishigidagi so'z asosan o'timli fe'llarga bog'lanishi bilan biz boshqa shakllardan farqlab olishimiz mumkin. Ya'ni jonli talaffuzda qaratqich va tushum kelishigi sinonim ma'noni yuzaga keltirish mumkin. Ya'ni bir-birini o'rnida qo'llanishi mumkin. E'tibor beramiz, bu faqat jonli talaffuzda kuzatiladi. Lekin yozuvda agar bir-birini o'rnida qo'llaydigan bo'lsak, albatta kelishiklarini qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Masalan, ovqatni ta'mi deb talaffuz qilishimiz mumkin, lekin ovqatning ta'mi bo'ladi. Demak, buni biz o'timsiz fe'l, umuman fe'l emasligi, hokim so'z fe'l emasligidan farqlab olishimiz mumkin. Demak, qaratqich kelishiga bog'lanayotgan hokim so'z egalik qo'shimchasini olgan ismlardan birortasi bo'ladi. Tushum kelishiga bog'lanayotgan hokim so'z esa o'timsiz fe'l bo'ladi. Demak, tushum kelishigida ham tovush hodisasini kuzatamiz. Meni, seni kabi. Navbatdagi kelishigimiz jo'nalish kelishigi. Jo'nalish kelishigi shakliga bilamiz. Demak, oldingi so'zni keyingi so'zga hol va to'ldiruvchi sifatda shakllantirish uning jo'nalish kelishigining umumiy grammatik ma'nosi hisoblanadi. So'rog'i kimga, nimaga va qayerga va qachon so'roqlariga javob bo'ladi. E'tiborli bo'lamiz, payt otlariga qo'shilib qachon so'roqqa javob bo'ladi va gapda payt holi vazifasini bajarishi mumkin. Masalan, yozga borib qovunlar pishdi desak, qachon? Maktabga ketdi, qayerga? O'rin holi. Agar onasiga oldi to'ldiruvchi, kitobga yoki daftarga yozdi desak, demak, bunda to'ldiruvchi vazifasini bajargan bo'ladi. Jo'nalish kelishigida, demak, ikki xil fonetik hodisani kuzatamiz. Tovush almashinish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Qishloqqa yoki ko'ylakka. Bundan tashqari tovush ortilish hodisasini kuzatishimiz mumkin.
unga bunga kabi olmishlarga qo'shilganda tovush orttirish hodisasi kuzatiladi. O'rin payt kelishligi shaklida so'rog'i kimda, nimada, qayerda va bu ham o'sha to'ldiruvchi va gapda hol vazifasini bajarishga xizmat qiladi. Agar qayerda so'roqqa javob bo'lganda o'rin holi, qachon so'roqga javob bo'lganda payt holi, kimda, nimada so'roqga javob bo'lganda gapda to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. O'rin payt kelishligida demak tovush orttirish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Unda, bunda kabi. Navbatdagi kelishligimiz chiqish kelishligi. Chiqish kelishligi shaklidan so'roq kimdan, nimadan, qayerdan, qachon va nima sababdan demak e'tiborli bo'lamiz. Chiqish kelishligidagi ismlar ba'zan nima sababdan so'rog'iga ham javob bo'ladi va gapda sabab holi vazifasini bajaradi. Suvsizlikdan quridim yoki suvsizligi uchun quridi ma'nosida kelyapti. Sabab holi vazifasini bajarishga ham xizmat qiladi. Payt otlariga qo'shilib payt holi bo'ladi. Yozdan boshladik. Maktabdan keldim o'rin holi bo'ladi. Do'stimdan oldim to'ldiruvchi, kitobdan ko'chirdim to'ldiruvchi vazifasini bajaradi va bu kelish bilan bog'liq tovush orttirish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Masalan, undan, shundan kabi demak bunda ham olmoshlarga qo'shilganda fonetik hodisa kuzatiladi. Hurmatli tinglovchilar, savollarga javob berish orqali mavzuni mustahkamlashingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.